İkinci bab. Sharqiy Hunlar. Birinci. Sharqiy Hunlarning Xan sulolasi uchun ko'rsatgan xizmati. Milodining 48-yili Hun tangirqutliqi g'arbiy va sharqiy Hundan iborat ikki qismga bo'linib ketgandan keyin Sharqiy Hun tangirqutliqi May, ya'ni Xuxanye 2 g'arbiy Hunlar bilan qarshilashish yo'liga mangdi. Sharqiy Hunlar, ya'ni Janubiy Hunlar Xan sulolasining o'rinlashtirishi bo'yicha Sadichil sepilning ichiga ko'chib kirdi. Hunlar hozirgi Gansuning sharqidan tortib Sanshining shimoliy qismi bilan ichki Mong'oliyadagi Ko'kxotdan tortib Bovtu atrofigacha bo'lgan joylarga o'rinlashtirildi. Xan sulolasi ichki Mong'oliyadagi Bovtu shahrining g'arbiga Sharqiy Hun tangirqutliqining ordusini qurib berdi. Ayni vaqtda Xan sulolasi Sharqiy Hunlarni g'arbiy Hunlarning hujumidan qo'g'dash uchun Sharqiy Hun poytaxtiga nurg'un qo'shin avatdi. Sharqiy Hunlarmo Xan sulolasining chegarasini mudofaa qilishni ustiga oldi. Xan sulolasi Sharqiy Hunlarga har yili 190 million sar dochan pul berib turdi. Shundan boshlab Sharqiy Hunlarning aholisi qadamma-qadam avdi. Milodining 90-yillarga kelganda Sharqiy Hunlarning aholisi 250 mingga yetdi. Ular 50 ming kishilik otliq qo'shinga ega bo'ldi. Keyingi Xan yilnomasining Janubiy Hunlar haqida qissa, Sampilar haqida qissa, O'g'onlar haqida qissa bobilardagi ma'lumotga asoslanganda Sharqiy Hunlarning ahvolini tövandagidek bayon qilish mumkin. Sharqiy Hunlar Xan sulolasining dushmanlarini mag'lub qilishda asosli rol o'ynadi. Bundaq rolni ikki tarafdan tushunish mumkin. Milodining 73-yili Xan sulolasining g'arbiy Hunlarga qilgan hujumida Sharqiy Hun otliq qo'shinlari aktiv qatnashdi. Bo'libmi milodining 89-yili Xan sulolasining g'arbiy Hunlarga qilgan yurishiga qatnashgan 36 ming kishilik otliq qo'shinning 20 mingi Hun otliq qo'shini bo'lgan bo'lsa, 8 mingi Tibet otliq qo'shini bo'lib, Xanzulardan qatnashqani 8 ming edi. Milodining 90-91-yillari Xanzularning g'arbiy Hunlarini og'ir mag'lubiyatga uchirtishida Sharqiy Hunlar hal qilg'uch rol o'ynadi. Buningdan tashqari Sharqiy Hunlar milodining 50-yillardan 150-yillargacha fursat topsila g'arbiy Hunlarga hujum qilib turdi. Sharqiy Hunlar yana Xan sulolasining Sampiylarga qarshi elib borgan urushlariga qatnashdi. Tanshixuy imperatorlik qilgan mezgilida nihoyat qudratli imperiyani vujudga keltirgan Sampiylar Xan sulolasi uchun nihoyat qo'rqinchli xavf edi. Tanshixuy milodining 177-yili Xan sulolasining shimoliy territoriyasiga 30 qatim hujum qildi. Xan sulolasi Tanshixuyni kiyog'il qilib, munosabatni yaxshilashga uringan bo'lsa-mu, Tanshixuy Xan sulolasining bu talabini rad qilib o'tgan. Xan sulolasi boshqa amal topolmay, milodining 177-yili 30 ming otliq qo'shin, ya'ni bu qo'shinning zo'r ko'pchiligi Sharqiy Hun otliqlari edi. Safarbar qilib, 3 yo'linish bo'yicha Sampiylarga qarshi urush boshladi. Bu qo'shin Tanshixuy tarafidan tarmar qilindi. Bir necha ming kishilar qochib qutuldi. Shu urushga qatnashgan Sharqiy Hun qo'shinlarining mutlaq ko'pchiligi halok bo'ldi. Yuqorida aytib o'tilganidek, Sharqiy Hunlar g'arbiy Hunlarga va Sampiylarga qarshi urushda Xan sulolasi uchun nihoyat cho'ng xizmat ko'rsatdi. Ikkinchi, Sharqiy Hunlarda davolg'ush. Milodining 140-yilga kelgicha Sharqiy Hunlarga 14 kishi tangirqut bo'ldi. Sharqiy Hunlar milodining 48-yili bo'linib, o'z qarindoshlari g'arbiy Hunlarga qarshi urushib, savallik o'tkazganligini his qildi. Shunga ular Sadichil sepildan chiqib, g'arbiy Hunlarga qo'shilib olishga uringan bo'lsa-mu, Xan sulolasi uningga yo'l qo'ymadi.
Milodining 140-yiliga kelganda Sharqiy Hunlar bilan Xan sulolasi o'ttirisidagi munosabat buzildi. Avval Sharqiy Hunlarning so'l qanotidagi Qo'lunxon O'sh, o'ng qo'l Bilik xon bilan birlashib, Xonzoda Chingyuni Tangriqut qilib ko'tirdi. Sharqiy Hunlarning poytaxti, ya'ni hozirgi Sanshi o'lkasi Lishi noyisida diki Xan qo'shinlariga hujum qildi. Qo'lunxon O'sh, ya'ni sharqdagi O'g'on qabilalari, g'arbda Tibet qabilalaridan tuzilgan bir necha tuman kishilik qo'shinni boshlab, Shianga hujum qilib, uni oldi. Ondan Shanshi, Sanshi, Xebeydagi joylarga hujum qilib, parakandichilik tug'dirdi. Xan sulolasi ahvolning xatarlik bosqichga kelib qolganligini nazarda tutib, Beyjing atrofidagi O'g'onlar bilan Xanzulardan tuzilgan bir necha tuman kishilik qo'shinni boshlab, Jangchin otliq Sang'unning boshchiligida Qo'lunxon O'shqa qarshi mangdirdi. Hozirgi Sanshidagi Shaoshan atrofida qattiq urush bo'ldi. Bu urushda bir qism O'g'onlar Hunlar tarafini oldi. Milodining 143-yili Sharqiy Hunlar ichidagi Mashi bir qism xanjarvozlarni avatib, Qo'lunxon O'sh va uning atrofidagi muhim xonlarni o'ldirdi. Bu vaqadan keyin Xanga moyil Hunlar ustunlikka ega bo'lib, urush oyoqlashdi. Lekin Xan sulolasi Sharqiy Hunlarning yana qarshi chiqishidan qo'rqib, ularni Shanshi, Sanshi, Xebey o'lkalarining markaziy va janubidagi joylarga ko'chirdi. Milodining 187-yili Sharqiy Hunlarning Shiru qabilasi bilan Shiotsuga qabilasidan 100 ming kishi isyon ko'tarib, Qanxo'y Tangriqut, ya'ni 179-yilidan 188-yillarni o'ldirdi. Uning o'rniga o'g'li Tijishi Suyg'u Tangriqut bo'ldi. Isyon ko'targanlar ularning shu qabilasidan Qutug'u degan xonni Tangriqut qilib ko'tirdi. Tijishi Suyg'u Tangriqut, ya'ni 188-yillardan 195-yillar isyon bostirish uchun o'zi Loyangga kelib, Xan podshohidan yordam so'radi. Lekin milodining 181-yili ko'tarilgan, ya'ni seriq yog'liqlar deb ataladigan dehqonlar qo'zg'olonining o't yalqini ichida qolgan Xan sulolasi nihoyatda chapsan halok bo'lish oldida turadi. Shunga Tijishi Suyg'u Tangriqutga qilcha yordam berish imkoniyatiga ega emas edi. Loyangdan umidsiz qaytgan Tangriqut bir necha ming otliq qo'shinni boshlab kelib, dehqonlar qo'zg'olonining bir tarmog'i bo'lgan Baybu qo'shinlariga qo'shildi. Ular bilan birlikda Tayyuan atrofiga hujum qildi. Dehqonlar qo'zg'oloni mag'lub bo'lgandan keyin Tijishi Suyg'u Tangriqut vaqtliq bo'lsa-mu hozirgi Sanshi o'lkasidagi Lingfeng shahrini poytaxt qildi. Aholisi shu joylarga o'rinlashtirildi. Sharqiy Hunlarning asli poytaxtida, ya'ni Sanshi o'lkasidagi Lishi noyisi, Tangriqut bo'lgan Qutug'u Tangriqut milodining 189-yili olamdan o'tdi. Sharqiy Hunlarning asli poytaxtida milodining 189-yilidan 195-yilgacha Tangriqutlik taxti bo'sh qoldi. Sharqiy Hun xonlari hokimiyat yurgizib turdi. Sharqiy Hun hukmronlaridan Tijishi Suyg'u Tangriqut, ya'ni 188-yillardan 195-yillar, Xujuchuan Tangriqut, ya'ni 195-yillardan 216-yillar, feodal militaristlardan Yanshao guruhi bilan Saosao guruhi orasidagi urushlarga aralashib ketdi. Sharqiy Hun hukmronlari militaristlar orasidagi urushlarga qatnashgan chog'larida barg'anli yerida bulangchilik qildi. Xan sulolasining oxirgi mezgilidagi mashhur olim Saysayning qizi Sayvinji Sharqiy Hunlarning so'l qo'l Bilik xon tarafidan bulab ketilgan. 3. Sharqiy Hunlarning yo'qolishi. Milodining 202-yili Saosao Sharqiy Hunlarni beqindirib oldi. U Sharqiy Hunlarning o'z hukmronligiga xavf solganligini nazarda tutib,
ularni tarqitib etish, ular o'ltiraqlashgan joylarning doirasini cheklash, ularni tizginlab turib, kuchni ojizlashtirish, oxirida tamoman yo'qotish tadbirini qo'llanmoqchi bo'ldi. Sav yuqoridagi maqsadni amalga oshirish uchun milodining 216-yili Xuchuchan Tangriqut boshchiligidagi Hun xonlarini poytaxtga chaqirtib kelib, ularni nazarband qildi. Sav sharqiy Hunlarning o'ng qo'l bilikxoni Qububni Hunlar poytaxti Finyanga avatib, Hunlarni nazorat qilishga buyurdi. Sav yuqoridagi ishlarni qilib bo'lgandan keyin Hunlarni 5 qismga ayirdi. Sav 5 qismga bo'lingan Hunlarni hozirgi Shanxi o'lkasining har qaysi joylarga tarqitib o'rinlashtirib, har bir qismga Hun baglarini yetakchi qilib qo'ydi. Ammo ularning ustidan nazorat qilib turishga Sima nomida har bir qismga birdan amaldor qo'ydi. 5 qismga bo'lingan Hunlarga yetakchi qilib tayinlangan Hun baglarining butun oilalari Jingyang, ya'ni Sanshidagi Tayvan shahrining g'arbiy janubi degan joyga ko'chirib kelindi. Mana shu tadbirlar orqali ularga hukmronlik qilish huquqi Simalar orqali Sav-Savning qo'liga o'tib ketdi. Sav tarafidan avatilgan Bin oblasti, ya'ni oblastga Sanshining ko'pchilik qismi Xitoy rayoni, Xebeyning bir qismi, Shanshining shimoliy qismi kiratdi. Nang valisi Liangshi Bin oblastida o'tiraqlashgan Hunlarga tövendikidek kuchlik tadbirlarni qo'llandi. Birinchi, Hunlarning yuqorqi tabiqasidagi baglarga yerlik hokimiyat o'rinlaridan mansab berib, ular bilan Hun oilasi orasidagi munosabatni uzib tashladi. Ikkinchi, Hunlarning quromiga yetgan yoshlarning hammasini askarlikka elib, chegara mudofaasiga avatdi. Ba'zida ularni urushlarga ilib bordi. Uchinchi, Hunlarni Xanzu pomuchiklarining yerini ijara elib, dehqonchilik qilishga rag'batlantirdi. Sav yuqorida bayon qilingan tadbirlar orqali Sharqiy Hunlarni milodining 220-yili yo'qotdi. Milodidan 250 yil burun qurilgan ulug' Hun Tangriqutligi 500 yil hukm surib, milodining 220-yili yo'qoldi. 3-qism Hunlar Jungoda. 1-bob Hunlarning Jungoga ko'chib kelishi. 1. G'arbiy Han davridagi ko'chish. Milodidan 121 yil burun Hunlar bilan Han sulolasi orasida bo'lgan urushda Hunlar mag'lub bo'lib, shu urushda Han sulolasining mashhur sang'oni Xuchubing Kangsuning Xeshi koridoridan Hunlarni qo'g'lab chiqargan. Shu chaqda Hunlarning Qoni atli xoni 50 ming Hunni agashtirib kelib, Han sulolasiga taslim bo'lgan. Yuqorida aytib o'tilganidek, taslim bo'lgan Hunlar Sadachil sepilning ichiga ko'chirilib, Gansu, ya'ni Kangsu, Shanxi, Sanshi qatorliq o'lkalarning shimol qismidagi viloyatlarga o'rinlashtirilgan. Qo'g'shar Tangriqut hokimiyat talish yuzidan bo'lgan urushda qarindishi Qutush Tangriqut tarafidan mag'lub qilingandan keyin, u milodidan 52 yil burun bir necha to'man odamni boshlab, ya'ni buning 50 mingi otliq qo'shin edi, Han sulolasiga beqingan. Qo'g'shar milodidan 49 yil burun Qutush Tangriqut hozirgi Mongoliyadagi Hunlar poytaxtini tashlab ketgandan keyin, milodidan 43 yil burun Hunlar poytaxtiga qaytgan. Qo'g'shar Hunlar poytaxtiga qaytganida o'ziga agishib Jungoga kelgan Hunlarni boshlab ketgan bo'lsa-mu, bir qism Hunlar Jungoda qolib qolgan. 2. Sharqiy Han davridagi ko'chish. Milodining 48-yili Hun Tangriqutligi sharqiy, ya'ni yoki janubiy, shimoliy, ya'ni yoki g'arbiy Hundan iborat 2 qismga bo'linib ketgan. Ularning sharqiy Hun deb atalgan qismi Bay Tangriqutning yetakchiligida Jungoga beqingan. Mana shu sharqiy Hunlar Sadachil sepilning ichiga ko'chib kirib, chegara bo'yiga yaqin bo'lgan viloyat, noilarga o'rinlashgan. Shu chaqda ularning soni 200 ming bo'lsa-mu, keyin ko'payib ovib ketgan.
Sharqiy Hunlar milodining 48-yilidan 216-yilgacha, ya'ni Han sulolasiga qaram bo'lsa-mu, har holda mustaqil davlat sifatida yashagan. Yuqorida aytib o'tilganidek, Sharqiy Hunlar davlati milodining 220-yili Sav tarafidan yo'qotilgan bo'lsa-mu, 5 qism, ya'ni sol, o'ng, shimol, janub, o'ttiraga bo'lingan Hunlarga Qo'g'sharning navri-avrlari yetakchilikka qo'yilgan. Ularga xan amaldorlari nazorat qilib turganligi, xan sulolasi bilan orlashib o'ltiraqlashganligi uchun Hun bagliklari familiyasini Liuga o'zgartgan. Masalan, sol qanot Hunlarining yetakchisi Tijishi Sungu Tangriqut, ya'ni 188-yillardan 195-yillar ning o'g'li Liubao, ya'ni 216-yillardan 279-yillar edi. Liubao'ning o'g'li Liuyanmo sol qanot Hunlarga 30 yil, ya'ni 279-yillardan 310-yillar yetakchi bo'lgan. Sadijil sepilning ichiga ko'chib kirgan Hunlar 19 urug'dan iborat edi. Har bir urug' o'z oldiga bir qabil edi. Mana shu urug'lar ichida Tuğa urug'i eng esil urug' hisoblanadi. Tuğalar nurg'un urug'larga yetakchilik qiladi. Ular azaldan tartib an'anaviy obro'yga ega bo'lib, ularning chaqiriq kuchi nihoyatda cho'ng edi. Milodining 280-yillari Jungodagi Hunlar aholisi bir necha 100 ming kishidan oshgan. Ikkinchi bob. Hunlarning Jungoda qurgan davlatlari. Jungo territoriyasida o'ltiraqlashgan Hunlar 4-asrning boshlaridan tortib 5-asrning 50-yillargacha ilgari oxiri bo'lib Hun To'g'a davlati, ya'ni 304-yillardan 329-yillar. Hun davlati, ya'ni 319-yillardan 350-yillar. Tuba Hun davlati, ya'ni 407-yillardan 431-yillar. Hun Qutqu davlati, ya'ni 397-yillardan 460-yillar qatorliq 4 davlat qurgan. Tövəndə bu davlatlarni qisqacha bayon qilamiz. Birinchi, Hun To'g'a davlati. 427 yil hukm surgan Xan sulolasi milodining 220-yili tarix sahnasidan tushdi. Shuningdan boshlab Jungoda Wei, ya'ni 220-yillardan 260-yillar, Chu, ya'ni 220-yillardan 265-yillar, Wu, ya'ni 222-yillardan 280-yillardan iborat 3 podshohlik paydo bo'ldi. Milodining 280-yilga kelganda Wei podshohligidagi Sima urug'idan bo'lgan Simayan ilgari oxir bo'lib 3 podshohlikni yo'qotib, Jin, ya'ni 265-yillardan 420-yillar sulolasini qurdi. Milodining 291-yili Jin sulolasi hukmron guruhi o'zaro taxt talashib, ichki urush boshladi. Bu urush 16 yil, ya'ni 291-yillardan 306-yillar davom qildi. 8 xon bir-biri bilan hayot-mamotlik urushlarni qilib, nurg'un qonlarning to'kilishiga sababchi bo'ldi. Milodining 304-yili Hun xonzodasi Liuyan Jin sulolasidagi ichki qalaymaqonchilikdan foydalanib qo'shin tortib chiqdi va o'zini xon deb chaqarildi. Liuyan Jin sulolasiga qarshi ilib borgan urushlarda g'alaba qildi. 308-yili o'zini podshoh deb chaqarildi. Fingyang, ya'ni Fingyang hozirgi Shanxi o'lkasining Linfin noyasi tavalligida shaharni poytaxt qildi. Liuyan 309-yili Liujing boshchiligidagi Hun qo'shinlarini Loyangga hujum qilishga avatdi. Ular Yanjing noyasida ayol bo'lib 3 tumandan ortiq odamni o'ldirdi. 310-yili Liuyan olamdan o'tdi. Uning o'rniga Liu Song podshoh bo'ldi. Liu Song 311-yili Loyangni,
316-yili Chang'anni besib oldi. Jin sulolasi onlar tarafidan ag'dirildi. Jin sulolasining xon jamoatidagi bir qism xonzodalar janubga qarab qochdi. Ular 317-yili Jinlang, ya'ni hozirgi Nanming ni poytaxt qilib, tarixda Sharqiy Jin deb atalgan davlatni qurdi. Boshda hunlar ag'dirib tashlagan Jin davlati tarixda G'arbiy Jin deb ataldi. G'arbiy Jin 52 yil, ya'ni 265-yillardan 316-yillar. Sharqiy Jin 104-yil, ya'ni 317-yillardan 420-yillar hukm surgan. Liu Song milodining 316-yili poytaxtni Fingyangdan Chang'anga yo'tkidi. U Chang'anga kelib 2 yildan keyin, ya'ni 318-yili olamdan o'tdi. Uning o'rniga Liu Tisen podshoh bo'ldi. Onlar qurgan mana shu davlat 26 yil hukm surgan. Bu davlatni hunlarning Tuğa urqi bosh bo'lib qurganligi uchun uni Hun Tuğa davlati deb atsa bo'ladi. Bu davlatni qadimki chog'dagi Jungo tarixchilari o'z odatlariga yarasha har xil nom bilan Han, oldingi Jao deb atashgan. Ikkinchi, Hun davlati. Sadichil sepilning ichiga ko'chib kirgan Hunlarning 19 urug'ga bo'linganligi boshda aytib o'tildi. Mana shu urug'larning ichida Qonqo'y deb ataladigan bir urug' bor edi. Bu urug' qadimki Jungo tarixida Jay deb yozilgan. Jaylar o'zining talantli botir yetakchisi G'iju boshchiligida kuchli davlat qurgan. Bu Hun davlati yuqorida bayon qilingan Hun Tuğa davlati ichidan ayrilib vujudga kelgan. G'iju boshda Hun Tuğa davlatining sang'unlarining biri edi. U Liuyan qurgan Hun davlatining kuchib berishiga ko'p hassa qo'shgan. Milodining 318-yili Liu Tisen podshoh bo'lgan chog'ida G'iju isyon ko'tarib, hozirgi Xebeydagi Shundini poytaxt qilib, mustaqil bo'lib oldi. G'iju 319-yili o'zini xon deb chaqarildi. G'iju bilan Liu Tisen orasida qattiq urushlar yuz berdi. G'iju milodining 328-yili Hun Tuğa davlatining xoni Liu Tisenni o'ldirdi. G'iju buddist bo'lib, Jungoda Budda dinining texmo keng tarqalishiga ko'ngil bo'ldi. Uning yanida Hindistondan kelgan Budda, Chin otliq Budda, ya'ni avliyosi bor edi. G'iju Budda Chinning tashabbusi bilan ajoyib hayvatlik Budda ibodatxonalarini soldirgan. G'iju milodining 333-yili olamdan o'tdi. Uning jiyani Shixu G'ijining hamma o'g'illarini o'ldirib, o'zi xon bo'ldi. U milodining 349-yili olamdan o'tdi. Shixuning asranda o'g'li Ruanmin, ya'ni Hanzu, Hun davlatini yo'qotdi. Jungo tarixchilari bu davlatni, ya'ni keyingi Jao davlati deb atagan. 3. Tuba Hun davlati. Milodiy 3-asrdan boshlab 5-asrgacha bo'lgan uzun bir mezgilda onlar bilan boshqa millatlarning o'zaro chetishib ketishidan, ya'ni Tuba Hun deb ataladigan hunlar kelib chiqqan. Tarixda, ya'ni dadisi Hun, anisi soyiblardan töralganlarni shimolliklar, ya'ni Tuba Hun deydi, deyilgan. Tuba Hunlarning xonzodalaridan biri G'eyram Borbor milodining 407-yili Tuba Hun davlatini qurgan. Bu davlatni Jungo tarixida, ya'ni Sha davlati deb ataydi. G'eyram Borbor nihoyatda shafqatsiz bir zolim edi. U Hanzu to'rizodalarining yordamiga tayinib, o'z dushmanlariga qarshi qilgan urushlarida doim degudek g'alaba qilgan. Milodining 410-yillari Tuba Hun davlati qudratli bir davlatga aylangan. G'eyram Borbor milodining 413-yili xalqdan 600 ming odamni shiltib, Tongwincheng, ya'ni hozirgi Shanshining
Xingshan nahisida shaharni soldirib, bu yerni poytaxt qilgan. Bu yangi poytaxtning sepil hollarining qalinligi 30 qadam, egizligi 15 metr keladi. Shahar sepilini yasashga ishlatgan to'pi pishirilgan. Sepil qo'pirilib bo'lgandan keyin sepil demiga bigizni tiqib ko'rishgan. Agar sanjilgan temir bigiz tamg'i bir so'ng kirganli bo'lsa, sepilni qo'parganlar o'ltirilgan. Shahar ichidagi o'rdi sepilning qalinligi 8 metr keladi. O'rdi sepilning puxta, chingliqidan qilich, palta qatorliq narsalarni bilashkun bo'ladi. G'ayram Borbor poytaxtni qurib chiqquchi ishchi va ustalardan bo'lib, oz deganda bir necha ming kishini o'ltirgan. Milodining 417-yili Sharqiy Jin sulolasining mashhur sang'ini Liuyu, ya'ni keyingi Chin davlati ning poytaxti Chang'anga besib kirib, keyingi Chin davlatini yo'qotgan. U 12 yoshlik o'g'li Liu Yijingni nurg'un qo'shinga bosh qilib, Chang'anni saqlashga qoldirib, o'zi Sharqiy Jin sulolasining xonlik taxtini tortib olish uchun Nanjingga yurib ketgan. Bu ahvolni bayqab yurgan G'ayram Borbor milodining 418-yili cho'ng qo'shinni boshlab Chang'anga hujum qilgan. Liuyuning Chang'anni qo'g'dashga qoldirilgan sang'onlari o'zaro bir-birini qirishga kirishib ketgan. Bundaq ahvolda qolgan Liu Yijing qochib qutulgan. G'ayram Borbor Chang'anni olgandan keyin o'zini podshoh deb jakarlagan. U milodining 425-yili olamdan o'tgan. O'rniga o'g'li G'ayran Chan podshoh bo'lgan. G'ayran Chan, ya'ni 425-yillardan 427-yillar. G'ayran Tin, ya'ni 427-yillardan 431-yillar. Podshoh bo'lgan mezgilida Tuba Hun davlati bilan Shimoliy Vi podshohligi, ya'ni 386-yillardan 534-yillar orasida uzluksiz urushlar bo'lgan. 426-yili Shimoliy Vi qo'shinlari Tongvan shahriga hujum qilgan. Chang'anni besib olgan. 427-yili Tongvanni besib olgan. G'ayran Chan Gansudagi Tianshui, ya'ni Tangri Su noyisining g'arbiy janubiga qochib ketgan. 428-yili Shimoliy Vi qo'shinlari G'ayran Channi asir qilgan. G'ayran Chan asirga tushib ketgandan keyin G'ayran Tin podshoh bo'lib, u Gansudagi Finlyanga joylashib olgan. Hujum qilib kelgan Vi qo'shinlari tarmar qilingan. G'ayran Tin Shimoliy Vi podshohligi bilan bir necha yil urushgan. U 431-yili G'arbiy Chin davlati, ya'ni bu davlatni soyiblar qurgan, ni yo'qotgan. U shu yili bir necha ming odamni boshlab Xeshi koridoriga ketmoqchi bo'lgan. U Xeshi koridoriga ketish uchun daryodan o'tayotganida Shimoliy Vi podshohligiga biqinadigan to'yg'utlar tarafidan yo'qitilgan. 4-chi Un Qutqu davlati. Tarixiy sabablarga ko'ra, hozirgi Gansuning ba'zi joylarida qadimki chog'lardan boshlab Hunlar yashab kelgan. Milodining 90-yillari G'arbiy Hunlarning nihoyat nurg'un qismi O'rta Osiyo, G'arbiy Osiyoning shimoliga ko'chib ketgandan keyinmi, yana sharqida bir qism Hunlar turib qolgan. Turib qolgan Hunlarning, ya'ni Lushui Hunlari deb ataladigan qismi Gansuda, ya'ni Hun Qutqu davlatini qurgan. Qadimki chog'larda Hunlarning davlat tashkilligidagi qoida bo'yicha so'l qo'l, o'ng qo'l Qutqu deb ataladigan mansabdorlar bo'ladi. Lushui Hunlarining ota-bobolari so'l Qutqu mansibida bo'lishgan ekan. Shunga Lushui Hunlarining xonlari, ya'ni Qutqu degan mansab atalg'usini o'zlariga familiya qilib elishgan. Lushui hozirgi Ko'knur, ya'ni Qinxaydagi Shining shahrining g'arbidagi bir daryoning nomi. Tarixchilar mana shu daryoning atrofida yashagan Hunlarni Lushui Hunlari deb atashgan. Lushui Hunlarining mashhur xoni Qutqu Munsun milodining 4-yili Gansuda hukmronlik qiladigan Daniya otliq Sang'unni o'ltirib,
Жаңйini besib oladi. Qutqu Munsun xonlik qilgan mezgilida, ya'ni 400-yillardan 432-yillar 10 Qutqu davlati toza kuchaydi. Uning territoriyasi doirasiga Gansuning Xeshi koridori, Ko'knurning bir qismi, Tarim vodisining bir qismi, ya'ni Lopnur Turpan o'ymonligi kirgan. Qutqu Munsun milodining 414-yili Gozang shahrini besib oladi. U 420-yili G'arbiy Liang xonligi, ya'ni Gansuning g'arbida ni yo'qitib, uningga qarashliq 7 viloyatni besib oladi. Shuning bilan Qutqu Munsun qurgan davlat boyligi mo'l bir davlatga aylanadi. Urush hodislari aziydi. Davlatda Budda dini avj oladi. Qutqu Munsun Gozang shahrining janubidan 100 yo'l yiroqlikdagi tog' qiyalarga, ya'ni bugungi Wuweydagi Tianshan tog'i qiyosiga Budda avliyosi Sakyamunining cho'ng butlarini yasatqizadi. Bundaq butlar nihoyatda hayvatlik bo'lib, kishini hayron qoldiradi. Qutqu Munsunning Budda diniga e'tiqodi kuchlikligini anglagan Hindistonlik mashhur buddist Dihar Maraksha 10 Qutqu davlatiga keladi. U boshda Kashmir, Kucha qatorliq davlatlarda turgan, keyin Lopnur atrofidagi Lolan xonligiga kelgan. Budda muxlisi bo'lgan Lolan xoni Dihar Marakshani nihoyatda qizg'in qarshi elib, izzat hurmat bildirdi. Tarixiy xotirlarga qaraganda Dihar Maraksha Lolanda turgan mezgilida xonning singlisi bilan noto'g'ri munosabatda bo'lgan ekan. Bu ish oshkorlanib qolganida Dihar Maraksha Lolandan o'g'irlikcha qochib, Qutqu Munsunning qishig'i kelgan. Dihar Maraksha Qutqu Munsunning ishonchisiga va hurmatiga sazovor bo'lgani uchun o'zini sirliq ko'rsatib, jin alvoslarni ishqa silib, xilma-xil kasalliklarni davolash ham ko'p o'g'il tug'dirishning hikmatlarini bilaman deb tunishtirgan. Qutqu Munsun Dihar Marakshaga qizlari va kelinlarga er bilan ayol orasida bo'ladigan aloqaning san'atini o'rganishni topshirgan. O'zini avliyo qilib ko'rsatgan Dihar Maraksha fursatdan foydalanib, Qutqu Munsunning qizlari va kelinlarining hammasi bilan noto'g'ri munosabatda bo'lgan. Dal shu mezgilda Shimoliy Vey podshohi Tobato, ya'ni 424-yillardan 451-yillar Un Qutqu davlatida Dihar Maraksha otliq avliyoning borligini anglab, Qutqu Munsunga elchi avatib, elchilar yetib borgan hamon Dihar Marakshani ularga qo'shib Shimoliy Vey podshohligiga avatib berishni talab qiladi. Agar talab o'rinlanmasa, Tobato o'zi qo'shin tortib, Qutqu Munsunning ustiga besib bordiganligini uqtirdi. Lekin Qutqu Munsun Tobatoning talablariga pisand qilmay, uni qat'iy rad qiladi. Shimoliy Vey elchilari quruq qo'l qaydadi. Ancha uzun o'tmay Dihar Marakshaning iflosligi oshkorlanib qoladi. Buningdan nihoyatda g'azablangan Qutqu Munsun Dihar Marakshani yo'g'on kaltak bilan urib qiynab o'ldirdi. Qutqu Munsun milodining 433-yili olamdan o'tadi. O'rniga o'g'li Qutqu Mo'qan podshoh bo'ladi. Qutqu Mo'qan 7 yil xonlik taxtida o'ltirdi. Shimoliy Vey podshohi milodining 439-yili nihoyat cho'ng qo'shinni boshlab, Hun Qutqu davlatiga hujum qiladi. Qutqu Mo'qan boshchiligidagi Hun qo'shinlari Gozang shahrining sirtida bo'lgan urushda mag'lub bo'ladi. Qutqu Mo'qan asirga tushidi. Tobato 100 mingdan ortiq Hunni asir qilib elib ketadi. Qutqu Mo'qan Tobatoga asirga tushganida Qutqu Munsunning o'g'il Argu atliq o'g'illari bir qism Hunlarni boshlab Dunxonga chekinadi. Andin ular 12 ming kishini boshlab Dunxondan g'arbga qarab yo'lga chiqib, qum cho'llaridan o'tib, Lolanga kelgicha 6 ming kishi ussizlikdan o'ladi. Ularning kelayotganligini anglagan Lolan xoni bir qism aholini boshlab Charchanga qochib ketadi. O'g'il bilan Argu Lolanda bir oz turgandan keyin Turpanga keladi. Turpan Hun Qutqu davlatining bir viloyati bo'lib, u yerda Qutqu Munsunning o'g'li Qutqu Pantay
valiylik qiladi. Milodining 440-yilidan boshlab 10 qutqu davlatining poytaxti Turpan bo'ladi. 10 qutqu davlati Turpanni poytaxt qilgandan boshlab avarlar bilan urushib turdi. Oxiri 10 qutqu davlati milodining 460-yili avarlar tarafidan yo'qotildi. 10 qutqu davlatiga 440-yillardan 460-yilgacha O'g'uy, Argular xam bo'lgan. Argu milodining 460-yili avarlar bilan bo'lgan urushda o'lgan. Jungoning qadimki tarixchilari 60 yil, ya'ni 400-yillardan 460-yillar hukm surgan 10 qutqu davlatini, ya'ni Shimoliy Liang deb atashgan. Onlar Jiyalar, Siampilar, Changlar, Diyalar, ya'ni bu ikkisi Tibetning Jungoda davlat qurib, hukmronlik qilganligini Jungoning qadimki tarixchilari, ya'ni 5 xularning Jungoni qalaymaqan qilganligi deb atashgan. Onlarning bir qismi turk sabablarga ko'ra Satichil sepeli ichiga ko'chib kirib, Jungoda yuqorida bayon qilingan davlatlarni qurib, bir mezgil hukmronlik qilgan bo'lsa-mu, oxirgi kelib Xanzular tarafidan assimilyatsiya qilinib ketgan.